Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Ishonmaysizlar, mana shu xolodesni men 2 soatda pishirib, qotirib, hozir yeb ko'ramiz. Вообще zo'r retsept. Kimki tez xolodis qilgisi kelsa, обязательно bundan foydalansa bo'ladi. Hozir buni xudo xolasa yeb ko'ramiz. Uning uchun bizga moli tushonkasi kerak bo'ladi. Yog'ni olib tashlaymiz, yog' ko'payib ketadi. Idishga tagiga chesnok to'rab bir qator qilib yoyib chiqamiz. Ozgina zelin. Yarim litr qaynoq suvga mana bu Galina Blankani molligini yarmini solamiz. Butuni ko'p. Qoshiq где-то 10 gram jelatin. Agar yaxshilab aralashtiramiz hammasini. Однородный massaga olib kelamiz. Dumaloq murchdan suvga tashlab olamiz. Tushonkani idishga solib, endi bo'lib olamiz. Maydalab tashladik. Endi go'shtni tagiga solib chiqamiz. Tayyorlab qo'ygan bulyonimizni mana ustiga qo'yamiz. Tayyor. Endi buni xolodilnikka 2 soatga qo'yamiz. Bizani xolodis xudo xolasa tayyor bo'ladi azizlarim. Bir pasda oson xolodis xudo xolasa. Mana xolodisim tayyor bo'ldi. Hozir buni endi yeb ko'ramiz. Oh, qattiqqina bo'pti. Yaxshigina qotibdi. Oh, juda idealna. Haqiqiy 8 soat, 10 soat qaynagan xolodisga o'xshaydi. Hozir buni yeb ko'ramiz. Buni likillashini qarang, likillashini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Ой, вообще farqini topmaysiz. Umuman. Oh. Ideально. Очень bomba xolodis. Ishoning va bir marta qilib ko'rishga tavsiya qilaman. Вообще zo'r. Hammaga tavsiya qilaman. O'zim sinab yeb ko'rdim. Realno работает deydi-ku o'rischasiga. Rostdan o'xshaydi 100%. 100 tadan 100 tasida o'xshaydigan narsa. Oson test 2 soatda aniq bo'ladigan xolodis. Osh bo'lsin.